Usman Islom Maqsad Hayollarim meni qiynaydi tunlari. Hal qila olsam bu muammoni kunlari. Javob bormi bu muammolari ko'zi? Kim javob beradi, maqsad nima o'zi? Hayollarim meni qiynaydi tunlari. Hal qila olsam bu muammoni kunlari. Javob bormi bu muammolari ko'zi? Kim javob beradi, maqsad nima o'zi? Maqsad qo'yildi, qaytishi o'ylama. Harakat qilsan to'xtama. Problemalar tugamaydi, ko'p o'ylama. O'xshamaydi degan narsani miyingga boylama. Sen boylama. Ketganlar ketdi, qolganlar qoldi. Sen ularni kutib boylama. Nima o'zgardi, bu senga foydami? Sen yo'ldasan, mashina yoki piyoda. O bu senga kelgan g'oyami? Kimdir uchun harakat bu boygami? Yoki o'zing xohlagan hayot uchun sendan qolgan soyami? Hayollarim meni qiynaydi tunlari. Hal qila olsam bu muammoni kunlari. Javob bormi bu muammolari ko'zi? Kim javob beradi, maqsad nima o'zi? Hayollarim meni qiynaydi tunlari. Hal qila olsam bu muammoni kunlari. Javob bormi bu muammolari ko'zi? Kim javob beradi, maqsad nima o'zi? Ey, bo'ldi degan payt bil, qatdan boshlangan bu g'oyani. Sirazi taslim bo'lma, qilmasdan xulosani, xulosani. Hammasi o'zingga bog'liq, bo'lish yoki bo'lmaslik. Hozir boshlab qilish yoki hech qachon qilmaslik. O'ylama, ortga qaytishni o'ylama. O'ylama, uzoqlarga ketishni o'ylama. O'ylama, yetolmayman deb o'ylama. O'ylama, tubanliga kirishni o'ylama. O'ylama, 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 o'ylama.